Assalomu alaykum Kavsar TV kanalining aziz obunachilari. Manfaatli videolarimizni oxirigacha ko'rib, o'z yaqinlaringizga albatta ulashib qo'ying. Alloh siz va bizdan rozi bo'lsin. Assalomu alaykum rahmatulloh, hurmatli YouTube kanali obunachilari. Telefon nomerini aytib o'tay avvalambor. 0704 bilan 79 74 79 da shaxsan o'zimniki. Telegramda yozmoqchi bo'lganlar bo'lsa, Kavsar TV admin deb yozsanglar Telegramga chiqadi. Hurmatli jamoatlar, bu uyimiz, maktabimiz qo'l ostimizda yetim bolalar uchun. Shuncha sizlardan qayta so'rayapmiz. Alloh hech bo'lmasa videomizni tarqatib qo'ysanglar, shu bitta xonamizni qilib beruvchilar bo'lsa, aloqaga chiqib, sizdan, ota-onangiz nomidan, oilangiz nomidan sadaqa joriy o'qilib, mana shu bitirib beruvchilar bo'lsa, so'ranamiz. Xonalarimiz tayyor bo'lib qo'ygan, faqat remont qilish kerak. Shunga shuni qiluvchilar bo'lsa, bismillah. Sababi bu oxiratimiz uchun zaxira bo'lsin. Bu yerda yuzlagan bolalar ilm oladi, ta'lim oladi. Elimizga, yurtimizga, mamlakatimiz foydali bo'ladi. Bilasizlar, qo'l ostimizda qancha bolalarimiz bor. Alloh uchun tarqatib qo'yinglar. Siz yaxshi misollar sabab bilan shu darajaga yetdik. Alhamdulillah. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam agar biror bir bemorni ziyorat qilgani bo'lsalar aytadilar: "Izhabil bas robbin nas, ishfi anta shafi, la shifaa illa shifauk, shifaan la yughadiru saqama." Mana shu duoni yodlab olsa yaxshi bo'ladi. Kasal ko'rgani borganda Rasululloh aytadilar: "Ey insonlarning Robbisi, o'zing shifo ber. Albatta sen shifo beruvchisan. Seni shifoingdan boshqa shifo yo'q. Seni shifoing bironta dardni qoldirmaydigan shifodir." Ash-Shafi. Demak, Alloh taoloning mana shu ismi haqida bugun dars qilamiz. Alloh taoloning bu ismiga kirishlikdan oldin ozgina bir muqaddima kerak bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo hayotimizni sobit, o'zgarmas qonunlar bilan o'rab qo'ygan. Ya'ni aniq, sobit qonunlar joriy bo'lib turadi. Agar shu qonunlar bo'lmasa, hayot davom etmas edi. Qanaqa qonunlar? Temir qattiq. Qonun bu o'zgarmaydi. Suv pastga qarab oqadi, o'zgarmaydi. Shamol esadi. Bu qonunlar sobit. Yer aylanadi, kun bilan tun almashadi. Bandalarning fosiq, fojir bo'lishligi, taqvodor bo'lishligini bu narsalarga aloqasi yo'q. Odamlar hammasi kofir bo'lib ketsa ham, musulmon bo'lib ketsa ham temir qattiqligicha turaveradi. Shamol esaveradi, suv pastga qarab oqaveradi. Bu sobit qonunlar. Bu sobit qonunlar hayotni davom etishligini ta'minlaydi. Tushunarli-a? Million yillardan beri kelayotgan, milliardlagan sobit qonunlar. Demak, tartib intizom bo'lishligi uchun bu qonunlar o'zgarmaydi, sobit turadi. Faraz qiling, agar shu sobit qonunlar o'zgaradigan bo'lsa, bandalarning fe'liga qarab. Masalan, deylik, odamlar fojir, fosiq bo'lib ketsa, temir o'zini xususiyatini yo'qotib qo'ysa. Baland qavatli imoratlar nima bo'lardi? Qulab ketar edi. Agar sement bandalar osiy, fosiq, munofiq bo'lib ketsa, o'zini xususiyatini yo'qotib qo'ysa, odamlar yaxshilik paytida qurilgan imorat nima bo'lardi? Demak, bu sobit qonunlar bandalarning fe'liga qarab nima qilmaydigan, o'zgarmay sobit turar ekan. Lekin Alloh o'zi bilgan hikmat uchun ikkita narsaning qonuni sobit, o'zgarmas qilmadi, balki ularni o'zgarib turuvchi qildi. U rizq va sog'lik qonuni. Rizq va sog'lik qonuni sobit emas, u o'zgarib turadi. Bandalarning fe'l atvoriga qarab turib o'zgaradi. Gohida samodan serob bo'lib suv keladi, gohida yomg'ir yog'maydi, qurg'oqchilik bo'lib ketadi. Samodan tushgan suv bu rizqidir, bandalarning fe'liga qarab turib bu ko'payib ozayishi bor. Birinchi narsani tushundik-a? Hayotimizda qonunlar ikki xil: sobit, o'zgarmas va o'zgaruvchi. Sobit, o'zgarmay turadigan qonunlar bu koinotga qo'yilgan boshqa hamma qonunlar, lekin ikkita qonun o'zgaradi, bandaning fe'l atvoriga qarab. Alloh taoloning qonunlari
odob berish qonuni, ojizlik qonuni emas. Alloh taolo insonni kasal bo'lmaydigan qilib yaratib qo'yishlikka qodir emasmidi? Qodir edi. Alloh ojizmidi? Alloh saqlasin. Alloh qodir har narsaga. Mehmonxonada turgan stol. Mehmonlar kelganda ustiga dasturxon bezaymiz. 10 kishi mehmon bo'lsa, ularni juda ham chiroyli suratda mehmon qilaman deb dasturxon tuzasangiz, shu xontaxtani ustiga necha kilo yuk tushadi? 20 kilo, 30 kilo, endi cho'ntakka qarab. 100 kilo bo'lmaydi-da. Xo'p, lekin shu stol mehmonlarni ziyofati uchun qo'yilgan narsani ko'tarib turishlikka qo'yilgan. U 20 kilo, 30 kilo bo'lishi mumkin, lekin shu stol 200 kilodan ham ko'tara oladi. Nima uchun o'sha oshchasi qo'yildi? Ehtiyot uchun. Bizning tilda zapasi uchun. 200 kilo yuk ko'taradigan stol ustiga bor yo'g'i 20 kilo qo'yamiz. Ana shu ortiqcha quvvat ehtiyot uchun. Agar insonning har bir a'zosida bor bo'lgan quvvatdan Alloh taolo 100 barobar ko'proq quvvatni berib qo'yganida inson kasal bo'lmas edi. Demak, Alloh taolo shu jasadimizda bor bo'lgan quvvatdan oshchasini qo'ymadi, o'zi bilgan hikmat uchun. Agar kasal bo'lmay qo'ysa, inson Alloh deyishlikka sabab bo'lmay qoladi-da. Agar inson boy, badavlat bo'lib, hech qanday iqtisodiy muammosi bo'lmasa, Alloh deyishlikka sabab bo'lmay qoladi-da. Boshqa qonunlarda Alloh taolo sobit o'zgarmas qildi, ammo rizq bilan sog'likni qonuni o'zgaruvchi qildi. Allohni ayrim mahluqotlarga bergan oshiqcha quvvat, oshiqcha ehtiyot quvvat haqida ozgina aytib beraman. 1960-yilda Fransiya u paytda o'zining mustamlakasi bo'lgan Jazoirni sahrosida atom qurolini sinovdan o'tkazgan. Atom bombani portlatdi va mana shu portlatgan joyda bo'lgan o'zgarishlarni tabiiy olimlar borib tekshirib turadi. Bu atom portlashi, yadro portlashi tuproqqa qanday ta'sir qildi, o'simliklarga. Portlatilgandan keyin olimlar borganda shu yadro quroli portlatilgan joyda chayonni tirik yurganligini ko'rishgan. Chayon tirik, boshqa hamma jonivorlar o'lib ketgan, hech narsa yo'q, chayon tirik. Shunda ulamolarni, ana shu olimlarni chayonni ustida ilmiy izlanish olib borishlikka shu qiziqish uyg'ongan. Chayonni olishgan, 10 yil ustida ilmiy izlanish olib borishdi. Natijalar aqllarni lol qoldiradigan darajada bo'ldi. Chayon 3 yil ovqatsiz, suvsiz tirik yashayar ekan. Chayon 3 kun suvga botirib qo'ysangiz, cho'ktirib qo'ysangiz, suv tagida 3 kun yashayar ekan. Atom nurlanishidan inson odam bolasi ko'tara oladigan darajadan 300 barobar ko'proq nurlanishni ko'tara olar ekan. 60 graduslik issiq sahrodan chayonni 10 gradus sovuq joyga olib borib qo'ysangiz, 70 gradus raznica. 70 gradus farqli joyga olib borib qo'ysangiz, chayon hech narsa olmasdan yashab ketaverar ekan. Bitta hasharotga, bitta gazandaga Alloh taolo mana shunday quvvatni oshchasi bilan, ehtiyot quvvatni oshchasi bilan berib qo'yibdi. Endi savol tug'iladi. Bitta gazandaga, zaharli hasharotga Alloh taolo shuncha oshcha quvvatni berib qo'yibdi. Odam bolasiga berishlikka Alloh taolo qodir emasmidi? Qodir edi. Qodir edi. Alloh xohlaganida inson bolasi mutlaq kasal bo'lmasligi mumkin edi. Yana olimlarda aytishlaricha, biz bilgan bulutlardan boshqa bir bulutlarda turlari bo'lar ekan. Shular har kuni yer yuzidagi suv havzalarini 60 marta chuchuk suvga to'ldirib qo'yishlik imkoniyati bor ekan. Yana nimalar bor, Alloh biladi. Alloh taolo aytadi, astagfirullah: "Va in min shay'in illa indana khazainuhu va ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum." Sizlarning rizq ro'zingiz bo'lmish har bir narsaning asli, manbai bizning dargohimizdadir. Biz u narsalarni aniq o'lchov bilan sizlarga tushiramiz. Birinchi masalamiz hal bo'ldi. Koinotdagi qonunlar o'zgarmas ekan, ikkita qonun o'zgarar ekan. Rizq va sog'lik. Alloh taolo xohlaganida, ikkinchi xulosamiz, odam bolasiga mana shunday quvvatni ziyodasini berib, zapas proshnisni oshchasini berib turib, umuman kasal bo'lmaydigan qilib qo'yishiga mumkin edi. Lekin Alloh taolo unday qilmadi.
Inson qachon kasal bo'ladi? Inson Allohdan g'ofil qolgan paytda, Alloh taolodan g'ofil bo'lgan paytda mana shu xatosi uchun juda ham qimmat narxni to'laydi. Alloh taolo unga dard beradi. Oxiratdan avval mana shu xatosi uchun shu dunyoning o'zida mukofot beradi. Odam bolasi o'zini rizqi va sog'ligiga o'ta ham haris bo'ladi. Rizqini torayib qolishini xohlamaydi, sog'ligini ketishligini xohlamaydi. Odam bolasi jannat uchun yaratilgan. Jannat amallarini, jannatga olib borishi, jannatga kirishiga sabab bo'ladigan amallarni qilishlikka dunyoga kelgan. Inson zotida shahvat istaklar bor. Shariat uni shahvat istaklarini mutlaq inkor qilmaydi. Mutlaq dunyodagi xayriyatlar mahrum qilmaydi, balki shariat uni shahvat istaklarini tartibga keltirib qo'yadi, ramkaga solib qo'yadi. Yaxshi kiyinish mumkin, yaxshi yeyish mumkin, yaxshi mashina minish mumkin, yaxshi yashash mumkin. Faqat nima bor? Shariatning ramkasi bor. Bandadan xato sodir bo'ldi, osiy bo'ldi, Allohdan uzoq bo'ldi. Alloh odob beradi, tarbiya beradi, dard beradi. Buni misoli avval ham aytganmiz bu misolimizni. Bir zavodning direktori yangi ishchini ishga olmoqchi. 1 oy sinov muddati belgiladi. Xatolaringni sanayman, mana shu 1 oyda ichida mana buncha xatoga yo'l qo'ysang, haydayman dedi. Qabul qilmayman ishga dedi. Endi bu rahbar haligi odamni faqat xatosini sanashliklar bilan ovora bo'ladi. Yetarli bo'lgandan keyin xatosi endi haydab yuboraveradi. Uni olib qolish niyati yo'q edi-da. Endi o'zini o'g'lini ishga olsa-chi shunaqa sinov muddati bilan. Xatosini faqat sanab qo'yadimi? Yo'q, har bitta xato qilganda olib qolmoqchi-da uni o'zi bilan. Har bitta xatosida ogohlantiradi. Unaqa qilma deydi, bunday qil deydi. Alloh taolo mo'min bandasini yaxshi ko'rganligidan undan xato bo'lganda bitta dardni berib qo'yadi. Lillahil masalul a'la. Astagfirullah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ard. Mana oyatga quloq solamiz. Agar u qishloqning ahli iymon keltirib taqvodor bo'lishganida osmonlar yerdan biz barakat eshigini ochib qo'ygan bo'lar edik. Mana shart. Qachon barakatli bo'ladi rizqimiz? Qachon sog'lom bo'lamiz? Qachoniki taqvo qilganimizda. Keyingi oyat: "Va allav istaqomu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa linaftinahum fi." Agar ular to'g'ri yo'lda ustuvor turganlarida, albatta biz ularni imtihon qilish uchun mo'l yomg'ir bilan sug'organ bo'lar edik, ya'ni rizqini keng qilib qo'yar edik. Nima qilsa? Taqvo qilsa. Keyingi oyat. Astagfirullah. Walau annahum aqamut tavrota val injil. Agar ular Tavrotni, Injilni qoyim qilishganida, va ma unzila ilayhim, yana ularga tushgan narsani qoyim qilishganida ustlaridan ham, ostlaridan ham rizqlangan bo'lar edilar. Jon akalar, ukalar, tirikchilikda yuribmiz ko'chada. Bola chaqada yuribmiz. Alloh taolo aytib turibdi: "Taqvo qil, ustingdan ham, ostingdan ham barakani beraman" deyapti. Meni aytganimdan chiqma, shariat doirasidan chiqma, rizqingga baraka beraman deyapti. Robbimiz bizga aniq ishlaydigan formulani aytib tursa, namozni qo'yib do'konda tursak, Alloh taolo zakotni ber, taqvo qil desa, baraka beraman desa, 2,5% qizg'ansak, Ramazonda roza tut, taning sog'lom bo'ladi, rizqingga, umringga baraka beraman desa, issiq hozir desak, valigi lillahil masalul a'la karrani tablitsasi turibdi, qabul qilmayotgan odamga o'xshaymiz-da. Usiz ishimiz bitmaydi. Bu shunday bir formulalarki, tatbiq qilmay ilojimiz yo'q. O'shuning uchun qarangda, o'sha shariat ramkasida qo'lidan kelganicha harakat qilayotgan odamni topayotgan 3-4 chaqasida baraka bo'ladi. O'shuning uchun eskilar bitta ota, bitta ketmoni bilan tirikchiligini nima qilavergan? O'tkazavergan. Endi o'sha shariatni ramkasidan chiqib ketib qolgan paytimizda 9 tamiz ketmon chopyapmiz, bitta bolani boqa olmayapmiz. Topyapmiz emas, bor pul, lekin yetmayapti. Nima yo'q? Kasallik
insonni tarbiya qiladigan eng katta sabablardan. Kishi kasal bo'lganda Alloh deydi. Shifo ber deydi. Chunki yolg'iz holatda hech qanday uyqusi kelmayotganda, xotini ham uxlayapti, bolalari ham uxlayapti, joni qiynalganda nima deydi? O'zi o'sha kasallikni berganligi, Robbingiz sizga bo'lgan mehribonligi. Shu dard chekkaningiz bilan, shu mashaqqat chekkaningiz bilan Alloh taolo gunohlaringizni nima qilib yuboryapti? Yuvoryapti. Robbingiz yaxshi ko'rgandan dard beryapti. Alloh azza va jalla ishi komil bo'lgan zot. Mahluqotlarni komil qilib yaratgan. Lekin bandalar o'zini xatosi tufayli dardga, kasalga chalinadi. Ibrohim alayhissalom Robbisini Namrudga tanishtirdi. Seni Robbing qanaqa Robb, ey Ibrohim? Ibrohim alayhissalom Robbisini tanishtiryapti. Diqqat qilasizlar, juda ham bir hozirga aytayotgan gaplarimizning xulosasi. Astagfirullah. Allazi xalaqani va huva yahdin. U shunaqa zotki, meni yaratdi, hidoyat qiladi. Vallazi huwa yut'imuni va yasqin. U shunday zotki, meni qornimni to'ydiradi va chanqog'imni qondiradi. Va idza maridtu fa huwa yashfin. Va agar kasal bo'lsam, u menga shifo beradi. Kasal bo'lsam, shifo beradi. Kasal qilib turib shifo beradi demayapti. Ovqatni o'zi beradi, suvni o'zi beradi, hidoyatni o'zi beradi, kasalni beradi demayapti. Men o'zim kasal bo'lganimdan keyin Alloh menga nima qiladi? Shifo beradi. Darsimizning xulosasi shu. Asosiy aytmoqchi bo'lgan narsam shu. Bizni kim kasal qilar ekan? Havoi nafsimiz, shariatni doirasidan chiqib ketganligimiz, ilohiy manhajga teskari yo'l tutganimiz. To'g'rimi? Oyatning siyoqiga e'tibor bersak, ovqat beradi, suv beradi, hidoyat beradi deyapti, ammo kasal beradi demayapti. Xulosa, bandaga dard, kasal qachon keladi? Allohning manhajidan chiqib ketganida. Ishonavering, ishonavering. U dard rakmi, Alloh saqlasin. Oddiy tirnog'ingizni shilinib ketishimi, oyog'ingizni toyilib, poyingizni cho'zilib qolishimi, dard degan, kasal degan nomi bormi? Bu sizga Alloh tomonidan berilgan qo'sh tirnoq ichidagi mukofot. Manhajdan chiqib ketganligingiz uchun, shariatdan chiqib ketganligingiz uchun. Ba'zida bu xatoyimiz, manhajdan chiqib ketishlikdagi xatoyimiz ovqatlanishlikdagi shariatni ko'rsatmasiga xilof ish qilishda ko'rinadi. Ba'zida din talab qilayotgan poklikka rioya qilmaganligimizda ko'rinadi. Ba'zida bu nuqsonimiz Allohning mahluqotlarini o'zgartirib o'rayotganimizda ko'rinadi. Ovqat yeyishlikdagi sunnatni tark qildingiz, dard yetdi. Ad-dinun nazofa deganlar Rasululloh, din poklik deganlar. Shatrul iymon, poklik iymonning yarmi deganlar. Poklikka rioya qilmadingiz, gigiyenaga kasal yetdi. Ovqatni oshirib yuborardingiz, kasal yetdi. Endi Allohning mahluqotlarini o'zgartirib o'zimizni kasal qilamiz. Qana qilib? Tezroq semirsin deb turib, chorva hayvonlarimizga sun'iy ximikat yemlarni beryapmiz. Tezroq semirsin, og'irroq bo'lsin. Allohning maxluqini o'zgartirishmi, o'zgartirishmasmi? Gohida hosilni tezroq olish kerak deb turib, shunga o'xshagan yo'l tutamiz. Tinmasdan ximikat solamiz. To'g'rimi? Dehqonlar aytinglar, o'sha aytayotgan ximiyasini solmasanglar hosil bo'lmaydi-da, to'g'rimi? Avvalgi ota-bobolarimiz ekkan torus qovni nimaga shirin bo'lgan? Ular tabiiy o'g'it solganda. Avvalgi sabzilar suvli bo'lardi, shirin bo'lar edi. Shuni g'ach-g'ach qilib yeb ketaverdik maktabimizga. Suvli bo'lardi, shirin bo'lardi. Boshqacha bo'lishini tasavvur qila olmasdik, to'g'rimi domla? Hozircha emas suvli ekan deyapsiz. Qarang, suvli bo'lishi interesno, suvli bo'lishi, bu shirin ekan deyapmiz. Demak, bizga yetayotgan kasal, dard Allohning manhajidan chiqib ketganimizda va Allohning mahluqotlarini o'zgartirganimizda yetar ekan. GMO deyapmiz, ha? Genni modifitsirованный o'si nima? Organizm. Tabiiy dori-darmonga qanoatlanmasdan ximiyaga o'tirib oldingmi? Endi nima qilaylik? Bu yerga aytayotgan bizni bitta qoqirim bilan gripp tuzalmayapti-da. O'sha ximiyani yeyishga majbur bo'lyapmiz. Chunki o'sha kasal ham spitsalni semirtirilib, rivojlantirilib jo'natilyapti, avvalgi dorilar ta'sir qilmayapti. To'g'rimi?
Bir tillasiz yozilib ketadi, bir tillasiz yozilmayapsiz gripdan. Mana shularning bari Allohning mahluqotlarini o'zgartirganligimizga kirmaydimi? Kim anbiyolar olib kelgan risolat qoidalarga rioya qilsa, umri davomida sog'lik degan ne'matdan foydalanib yashaydi. Demak, kasal bo'lish odamlarning o'zini fe'lidan ekan, xatosi tufayli ekan. Kim payg'ambarlar olib kelgan risolatiga amal qilsa, faqat qadarda bitilgan kasallarga yo'liqadi bu odam. Mana yana shu o'rinda kasalni ikkiga bo'lamiz. Bizga yetadigan dard ikki xil bo'ladi. Qazoi qadarda bitilgan dard, o'zimizni fe'limiz sababli kelgan dard. Qazoi qadarda yozilgan kasallik, bizni fe'li atvorimiz sababidan kelgan kasallik. Endi bizni boshimizda turgan kasalliklarni 100% desak, necha foizi qadardan bo'lgan kasallik u, necha foizi o'zimizning fe'limizdan bo'lgan kasallik? 1% yo 2% qadardan, qolgani to'g'ri aytyapmanmi? Masalan, bo'lyapti-siz, hali narsani qilmay qo'ydingiz, yaxshi bo'lib qoldingiz, demak o'zingizdan. Bo'lib ketdingiz, qoningiz semirib ketdi. Hali narsalarni qilib, narsalarni qilmadingiz, qorin joyiga kirdi, demak fe'lingizdan. Bizni ustimizga kelgan kasallik, dardlarni salkam hammasi o'zimizning fe'limizdan. Germaniyada katta bir shifoxonasi yozib qo'yibdi. Biz qornimiz ochmagunicha ovqat yemaydigan, agar ovqatlansak, to'ygunimizcha yemaydigan qavmimiz. Sitatning egasi arab shoiri Muhammad ibn Abdulloh deb qo'yibdi. Subhanalloh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ular shoir deb, lekin gapini olyapti ekan. Demak, ovqatlanishidagi sunnat nima edi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ko'rsatgan narsasi. Mana endi kasalliklarni oldini olishlikda, profilaktika qilishlikdagi eng asosiy qoida shu ekan. Rasul aytganlar, oshqozon kasalliklarning uyi. Al-Maidatu baytud-da. Agar ovqatlanishlikda sunnatga rioya qilsak, shariatning talabini bajarsak, kasal bo'lmaymiz. Hozir men bir qancha hadislar aytaman va voqeligimizni taqqoslaymiz. Payg'ambarimiz aytganlar, mana hozir aytyapmiz, nahnu qawmun la nakulu hatta naju. Biz qornimiz ochmaguncha ovqat yemaydigan qavmimiz. Bizchi povod bo'lib qolsa yo'ramiz. Rasul aytibdilar, yesak to'ymagunimizcha yeymiz deyapti. Biz nima deymiz? To'ymaguncha turmaymiz. Rasul aytibdilar, oshqozonni 3dan biri ovqatga, 3dan biri suvga, 3dan biri havoga deyaptilar. Biz nima deymiz? Biz 3dan 1 bilmaymiz biz. Biz to'lganda turamiz. Yana Rasululloh aytganlar, idishlarni, inson bolasi to'ldiradigan idishlarning eng yomoni qorin desa, biz qorinni to'yg'izishlik hayotimizning mazmuniga aylanib qolmaganmi? Nima yeymiz hozir jumadan chiqib? Sizlardan eshitamiz, 4 ta so'tir 1 kilo oshni yevorardi deydi. Dushmanni kerak yo'q ekan ularga. Osh oshib qolsa, mana shu mashaq qilib turib oshatib deydi, og'ziga to'ldirib yuborar deydi. Payg'ambarimiz aytayaptilar, 3dan biri qorin ovqatga, 3dan biri suvga, 3dan biri havoga, havoning o'rnini taqab to'ldirgansizlar. Endi sizlar biz kasal olmay kim kasal olsin? Aytdik, Alloh taoloning fe'li komil. Bandani komil qilib yaratgan. Laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim. Insonni eng go'zal suratda yaratdik deyapti. Endi inson o'zini o'zi tugatar ekan. Nima bilan? Shariatga xilof yo'l tutishlik bilan. Ovqatlanishimizni to'g'rilasak akalar, siz bilan bizga dard yetmas ekan. Yeyishimiz kuch, harakatimiz yo'q. Endi siz bilan biz kasal olmay kim kasal olsin? Siz kamoqat ekansiz, bo'lmaydi deydi. Avvalgi davrlarda mardikorda olayotganda ishga u mardikor ishlaydigan odam edi-da, u ko'p yeyish kerak edi. Sizchi, klaviaturada o'tirasiz. Siz kulturni ish qilasiz. Siz 5 kilo yuk ko'tarmaysiz, siz ko'p yemang birodar. O'shanda ekan aptekaga ishingiz tushmaydi. Qarang, ozroq yesiz, cho'ntakka ham ekonom. Doridan ham ekonom, figuradan ham ekonom. Endi siz ovqatni ozaytirsangiz ham,
harakati ko'p qilsangiz ham ves turibdimi? Endi bu taqdirdan bu. Kamroq yeylik akalar. Kim o'zini oshqozoni 3dan 1ni biladi? Qo'l ko'tarmanglar. O'ziga shu savolni bering-da, bilasizmi 3dan 1 to'lganini? Shuning uchun yoshi 90 dan o'tgan bir ulug' olim oqsoqoldan so'rashdi. Ko'zlari o'rnida nuri, quloqi o'rnida, tishlari o'rnida, qaddi qomati kelishgan, hech qanday inqilagan joyi yo'q. Qanaqa qilib erishdingiz bu narsaga deganida, bolam, bu a'zolar Alloh taoloning bizga bergan omonati edi. Omonatni yoshligimizda ehtiyot qiluvdik, qariganimizda Alloh taolo ehtiyot qilib saqlab berdi deydi. Man asha taqiyan, asha qawiyan. Qoida. Kim taqvodor bo'lib yashasa, o'tgan darsimizda aytdik, Germaniyadagi bitta katta shifoxonaga yozib qo'yibdi. Biz qornimiz ochmaguncha ovqat yemaydigan va agar ovqatlansak, to'ymagunimizcha ovqatlanadigan qavmmiz. Tagiga bu sitatani, bu iqtibosning egasi deb arab shoiri Muhammad ibn Abdulloh deb yozib qo'yibdi. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning muborak hadis shariflari. Ular payg'ambar deb tan olmayapti, lekin shoirning gapi deb bo'lsa ham shunga amal qilyapti. Kishiga dard, musibat qachon yetadi? Alloh azza va jallaning manhajidan chiqib ketganida. Alloh taolo ash-shafi, shifo berguvchi bo'lgan zot. Kasalliklardan saqlanishlikdagi asosiy qoida shu. Biz shunday qavmmizki, qornimiz ochmaguncha ovqat yemaymiz. Agar ovqat yesak, to'ygunimizcha yemaymiz. Mana shu prinsip bilan yashar ekan odam kasal bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, al-maidatu baytud-da. Oshqozon kasalliklarning uyi. Qornimiz ochmaguncha ovqat yemaymiz. Agar ovqat yeyish kerak bo'lsa, qornimiz to'yguncha yemaymiz. Ovqatlanishlikdagi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnati, shariatda jadvali, shariatda ramkasi qanaqa edi? Ko'ring. Rasululloh aytibdilar, qornimiz ochmaguncha ovqat yemaymiz. Ha, bizda povud bo'lib qolsa ovqat yeyamiz. Bitta nonushtadan chiqdik. O'zi to'ldirganmiz birinchi nonushtada. Ikkinchi nonushtaga borib ham polniy programma olib kelaveramiz. To'g'rimi? To'g'ri. Yo men sho'ra ichmayman deb qo'ysa, bitta sho'rani os qo'yadi. Yo men osh yemayman deb qo'ysa, olib kelmaydi. Yo'q, endi sop qo'yibdi, nima qilib qo'yaylik? Xo'p, ikkinchi nonushta ham o'tdi, uchinchisiga ham boramiz. Mana yoz kunlarida bilasizlar, 3tasiga zo'r o'lgaymiz-da, to'g'rimi? 4-siga o'sha ishga borishga to'g'ri kelib qoladi. 3-siga borib ham to'liq olib keladi. Bo'pti, endi bugun ko'p yeb qo'ydim, obed qilmayman demaydi o'sha odam. Nima qiladi? Voy, obed qanday qilmayman? To'ygunimizcha yemaymiz deyilyapti hadisda. Desa, biz to'ymasak turmaymiz. Ya'ni ikkita shashlab kelsinmi? Ya, ikkita emas, bittadan bo'ladi, bitta. O'zi turib ketsa bo'laverardi o'sha ovqati bilan. Keyingisi, agar yesak deyaptilar Rasululloh, oshqozoni 3dan 1 ovqatga, 3dan 1 suvga, 3dan 1 havoga deyapti. Desa biz 3dan 1, 3dan 1ni umuman bilmaymiz. Xuddi shu narsani bir ukamiz aytgan edi betimga ela. Domla, men unaqa 3dan 1, 3dan 1ni bilmayman men deyapti. Qonim to'yganini bilaman deyapti. Yana idishlarning eng yomoni dedilar Rasululloh. Inson bolasi to'ldiradigan idishlarning eng yomoni bu qorin deb tursa, qorin to'ydirish siz bilan bizni hayotimiz mazmuniga aylanib qolmayaptimi? Kecha lamon yedik. Bugun nima yeymiz? Bugun somsa yeymiz. Falon joyda somsani yaxshi qilyapti ekan. Probkalarga tiqilib bo'lsa ham borib osh yeb kelamiz. Kulyapsizlar, yig'lashimiz kerak o'zi aslida. Rasululloh aytdilar, umurtqani tikka qilishlikka kifoya qiladigan ovqatlarning eng yaxshisi. Umurtqani tikka qilishlikka kifoya qiladigan ovqatlarning eng yaxshisi. Ha, endi bu yerda ovqatni ko'p oz yeyishlik masalasi shu musulmon kishini nima ish qilishiga ham qaraladi. Beton qo'yayotgan bo'lsa, u ko'p yeydi tabiiy. Tolada ketmon chopayotgan bo'lsa, tabiiy ko'p yeydi. Og'ir jismoniy mehnat bilan shug'ullanadigan odamlar ko'p yeyish kerak. Ammo klaviaturada o'tiradiganlarchi? 2 kilo yukdan oshchasini ko'tarmaydiganlarchi? Aytyapmiz-ku, insonga kasal qachon yetadi? Fa iza maridtu fa huwa yashfin. Ibrohim alayhisalom aytayapti Qur'onda, agar men kasal bo'lsam, u zot, Robbim menga shifo beradi. Alloh to'ydiradi, chanqog'imni qondiradi, yaratdi, hidoyat qiladi deyapti, lekin kasal qiladi demayapti. Kasal bo'lgan paytimda u menga shifo beradi.
Bizni kim kasal qilar ekan? Agar siz bilan biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatiga mana shu ovqatlanishlik bobida zo'r amal qilganimizda kasalni tashvishini qilmay qo'ysak bo'laverardi. Oshxona, banisa, oshxona, banisa, oshxona. Orada nima bor? Har bittasida apteka bor. Orada apteka bor. Yoshi 93 dan o'tgan bir jalil olimdan so'raldi. Jismonan sog'lom, hamma a'zolari o'rnida qanday qilib erishdingiz bu narsaga desa, u kishi aytdiki, bu a'zolar, bolalarim, bu a'zolar Allohning bizga bergan omonati edi. Biz omonatni saqladik. Ya'ni sunnatga amal qildik, shariatdan chiqmadik. Alloh taolo qariganimizda bizga bularni saqlab berdi deb javob berdi. Man aasha taqiyan, aasha qawiyan. Kim taqvodor bo'lib yashasa, quvvatli bo'lib yashaydi. O'tgan darsimizda aytdik, Alloh azza va jalla bu koinotdagi qonunlarni sobit qilib yaratdi. Temir million yil burun temir edi, hozir ham temir. Suv oqib turadigan qilib yaratdi, suv oqib turibdi. Bu narsalar yer aylanib turibdi, kun tun almashib turibdi. Bandalarning fe'llariga aloqasi yo'q. Ya'ni bandalar taqvodor bo'lsa ham temirligicha turaveradi. Bandalar fosiq, fojir bo'lsa ham suv oqib turaveradi. Mana shu qonunlar sobit. Insonning fe'liga hech qanday aloqasi yo'q. Ammo ikkita qonunni Alloh taolo o'zgarib turuvchi qildi. Nima edi u? Rizq va sog'lik qonuni. Mana shu ikkita narsa siz bilan biz ustimizdagi qonun, bizning fe'limizga bog'liq. Astagfirullah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Va albatta sizlarni xavf va xatar, ochlik, mol va jon va meva-chevalarni kamaytirish kabi narsalar bilan imtihon qilamiz. Alladine idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Ulaika alayhim salavatun min robbihim va rahma. Biron musibat kelganda albatta biz Allohning bandalarimiz va albatta u zotga qaytguvchilarmiz deydigan sabirlarga xush xabar bering. Ana o'shalarga Parvardigorlari tomonidan salovat, mag'firat, rahmat bordir va ana o'shalar haq yo'lni topguvchidirlar. Boyaga aytgandek, kasallik, dard, rizqdagi tanglik, kambag'allik, yetishmovchilik bular bandalarning qilgan ishi tufayli ular ustiga keladi. Demak, rizq va sog'likdagi tanglik, nuqson, kamchilik ilohiy tarbiya ekan. Ilohiy tarbiya ekan. Ma min asratin va la ixtilaji araqin va la khad sha'udin illa bima qaddamat aydikum va ma yaghfirullohu akthar. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari Baro ibn Ozib roziyallohu anhudan, Ibn Asokirdan Rasululloh aytadilar: qadamni toyilib ketishimi, poyning qaltirashimi, titrashimi, cho'pni biror joyimizda shilib yuborishimi borki, qo'llaringiz qilgan narsa sababidan sizlarga yetadi. Alloh kechirib yuboradigan esa bundan-da ko'proq. Oyog'ingiz toyilib ketdi yoki bir poyiz qaltiradi, titradi. Qo'lingizdan narsa tushib ketdi. Yo teringizni bir cho'p shilib yubordi. Bularda bari o'zingizlarning qilgan ishinglardan deyapti. Ma'qulmi? Uxlamadim, ha desa ko'payyapman. Bittaro. Ve bizchi mana shu kechqurunda ovqat yeyishimiz bormi? Ya'ni qanaqa ovqat yeymiz kechqurunda choyxonada? Qo'y yog'i, qo'y go'shtida, devzira go'rishida osh yeymiz yani. Ya'ni bu organizm o'rganib ketgan. Yaralgandan beri shunaqa yeb yotadi-da. Lekin sekin-sekin bilan inson jasadi o'rganar ekanda ko'p narsaga. Kelinglar shu narsani kamaytiraylik. Mana 21-asrning vabosi stress deyiladi. Stress nima? Qotib qolish stressmi? Qotib qolish stress emas. Tushkunlikka tushish, qo'rquv, xavotir, ha? Qalbda xotirjam bo'lmasligi, istirob, mana shu hammasi stress. O'shuning uyga keldingiz, menga tegmadingizda. Menga tegma, bor. Ovqatga kirib, bor. Men tek qo'y. Men nima qilaman? Stress ne'mat qilaman deydi. Miyani charchog'ini yozadigan narsa ovqat emas. Jismoniy mehnat dedi.
Bu eng peshqadam tabiblarning bergan tavsiyasi. Agarot chopasiz chiqib. Qo'y bo'lsa, qo'yingiz bo'lsa, qo'yingizni junni olasiz. Tayini chopasiz. Terilarni qirqiysiz, baliq tutasiz. Jismoniy mehnat aqlni dam oltiradigan narsa ekan. Biz nima qilamiz? Yotib olib telefon o'ynaymiz. Stress nima qilyapmiz? Yo'q, unaqa bo'lmaydi. 21-asrni vabosi, chumasi stress deyildi. Mana shu asabiy tanglikni sababi shu insondagi tavhidni zaifligi. Tavhidga bo'lgan iymonni zaifligi insonni mana shu stressga olib boradi. Insonni jasadida birodarlar millionlagan saratoniy kletkalar bor, rakoviy kletkalar. Tabiblar aytishiga qaraganda bular ishlamay turar ekan, uxlar ekan. Ularni bosib turgan to'siqlar bor. Shu to'siqlar yo'q bo'lib qolgan paytda mana shu kletkalar uyg'onadi, inson rak kasaliga duchor bo'ladi. O'tgan asr bilan bu asrda taqqoslaydigan bo'lsa, rak kasaliga duchor bo'lganlarning soni 10 barobar, balki undan ko'ra ko'proq ziyodalashib ketibdi. Yana aytilyaptiki, agar o'tgan asrda yashagan odamning ustiga bu asrda yashayotgan odamni ustiga tushayotgan bosim yuklatilsa, o'tgan asrda yashagan odam ko'tara olmay o'lib qolar ekan. Lekin sekin-sekinlik bilan yuklatilganligi uchun ko'tarib yuribmiz. Mana shu to'siqni nima ichi boradi? Asabiylashlik, qo'rquv, iztirob, nafrat, gina-kudurat, hasad va adovat. Alloh taolo aytadi ana shu munofiqlarga: "Ey Muhammad alayhisalom ayting, qul mutu bighaydikum." Shu adovatlaring bilan o'lib ketinglar deb ayting. Qalbni xotirjam bo'lmayotganligi, iztirobda turganligi. Hozirgi kunda birinchi o'rinda turgan kasallik mana stress deb aytdik, qo'rquv, tahdid, adovat, omonlik, osoyishtalik, xotirjamlik buni teskarisi. Ko'ringda, odamlar kasal bo'lib qolishidan qo'rqib kasal bo'lib qoladi o'zi. Faqir bo'lib qolishlik xavfida turib faqir bo'lib qoladi. Musibat kelishidan qo'rqib, xavotirda yashab, shu keladigan musibatdan ko'ra kattaroq musibatga duchor bo'ladi. Birodarlar, inflyatsiyani o'ylab kasal, kurs ko'tarilib ketyapti. Kelishi mumkin bo'lgan xatarni o'ylab turib kasal. Bularning bari insonni asabiy, psixologik kasallari. Hozir aytganimizdek, yechim tavhid. Ertaga manaqa bo'lar ekan, narx manaqa bo'lib ketar ekan, qimmatchilik bo'lib ketar ekan, benzin faloncha so'm bo'lib ketar ekan, bizning pulimizni kursi tushib ketar ekan. Deyilsa, inson mana shu narsani o'ylab, qalbiga olib, siqilib kasal bo'ladi. Musulmon odam nima der edi? Hasbunallohu va ni'mal vakil. Musulmonni biroq qo'rqitsa, anaqa bo'lib ketadigan, mana bo'lib ketadi, xotirjam turadi. Hasbunallohu va ni'mal vakil deydi. Qul lan yusibana illa ma kataballohu lana. Ayting, bizga musulmonga Alloh yozganidan oshcha narsa kelmaydi deb ayting. Ana xotirjamlik. Endi bir musibat bo'ldi. Sizga yoqmaydigan ish bo'ldi. Nima deydi dinimiz? Annama asobaka lam yakun li yuxtiyaka. Senga yetgan narsa taqdirda senga yetishligi yozilgan edi. O'shuning uchun u narsa adashib ketmas edi. Endi taqdirda senga yetishi yozilmagan narsa senga kelmaydi. Undan qo'rqmaysan. Kim aytgani bo'ladi? Alloh aytgani bo'ladi. Mana shu tavhidga bo'lgan iymoni zaifligidan, tavhidni tushunmagan odamlar stress bo'lib yuribdi, psix bo'lib yuribdi. Rizq Allohdan ekanligi, yaxshi kun, yomon kun Allohning taqdiridan oshiqcha bo'lmasligini bilgan mu'min siz ishdan bo'shadingiz desa, nima deydi? Alloh taolo rizqda bitta eshigini yopsa, boshqasini ochadi deydi. Mana shu tavhid. Sekin chiqib ketaveradi. Bu faqat mu'minda bor. Mana shu tavhidga bo'lgan iymonimiz bizni mana shunday quvvatli qiladi, qalbimizni xotirjam qiladi. Musulmon odam stress bo'lmasligi kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Makka mushriklari juda ko'p tuhmat bo'xtonlarni qilishdi. U zot Makkada yashagan davrlarida. Jinni deyishdi, sehrgar deyishdi. U zotning qalbiga ozor bo'ladigan gaplarni aytishdi. Mana shunday gaplardan, odamlarda og'zidan chiqqan gaplardan payg'ambarimiz qalbi iztirobga tushganida, demak inson xafa bo'lishi bor ekanda, Muhammad alayhisalom ham siqildimi shunda? Alloh taolo aytayapti. Astagfirullah. Va laqad na'lamu annama yaziqu sadruka bima yaqulun. Ey Muhammad alayhisalom,
ularni aytayotgan gaplaridan yuragingiz tor bo'layotganligini, siqilayotganligini bilib turibmiz. Dori nima? Fasabbih bihamdi robbika va kun minas sajidin wa'bud robbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Bas Robbingizga hamd bilan tasbih ayting va sajda qiluvchilardan bo'ling. Yaqin, ya'ni o'lim kelgunga qadar siz ibodat qiluvchilardan bo'ling. Demak, asabimiz tarin bo'lganda, fe'limiz tor bo'lganda, yuragimiz siqilib, stressga kelganda tasbih ayt, Allohga hamd ayt, yechiladi deyapti. Subhanallohi va bihamdi. Subhanallohil azim. Rasul aytganlaridek, kalimatani xafifatani alal lisan, thaqilatani fil mizan va habibatani lirrahman. Ikki qator so'z, ikki og'iz so'z, tilga oson, tarozida og'ir, Rahmonga yoqimli bo'lgan so'z. Ana stress ne'mat qilishdi yo'li birodarlar. Nima ekan? Subhanallohi va bihamdi. Subhanallohil azim. Yuragimiz siqilganda tasbih aytaylik. Demak, mana shu 21-asrning vabosi bo'lgan, chumasi bo'lgan stressga, asabiylashlikka davo nima ekan? Davo tavhid. Tavhidga bo'lgan iymon. Hamma yechim Allohning qo'lida deb bilishimiz. Siz bilan bizni yaratgan Alloh taolo bizni hech kimga tashlab qo'ymasligiga aniq iymon keltirishimiz. Mana shu haqiqatni qabul qilsak, demak siz bilan bizda tavhidga bo'lgan iymon bor. Astagfirullah. Walillahi g'oybus samawati val ard va ilayhi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu va tawakkal alayh. Osmonlar va yer faqat Allohnikidir. Hech narsadan qo'rqma. Hamma yo'q Allohning qo'lida. Va barcha ishlar uning o'ziga qaytarilur. Hamma ishlar ham Alloh taoloning qo'lida. Bas unga ibodat qiling va uning o'ziga suyaning. Sizning ishingiz ibodat qilish, unga suyanish. Qolganini Allohga qo'yib bering. Qolganini Allohga qo'yib bering, g'am qilmang, siqilmang. Demak, zamonamizda mana shunday bir asabiy kasalliklarni ko'payib ketayotganligi, rak kasalligiga chalinayotganlarni sanog'i ko'payib ketayotganligi bu iymonimizning zaifligidan, tavhidga bo'lgan iymonning zaifligidan va qalblarning quvvatsizligidan. Ishimiz, salomatchiligimiz, ahli oilamiz, rizqimiz bularning bari Alloh taolaning qo'lida. Agar Alloh biz bilan birga bo'lsa, bizga hech qanday muammo yo'q. Agar biz Alloh bilan bo'lsak, Alloh biz bilan birga bo'ladi. Agar Alloh biz bilan birga bo'lsa, bizga hech kimning kuchi yetmaydi. Na kasallikni ham, na stressni ham, na muammoni ham. Mana shu ma'nolarga hozirgi kunda insoniyat naqadar muhtoj bo'lib turibdi, birodarlar. Astagfirullah. Fa ayyul fariqayni ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun. Robbimiz aytayapti, agar bilsangiz, aytingchi, qaysi guruh qo'rqmay, xotirjam bo'lishiga haqliroq? Iymon keltirganlar xotirjam yashashga haqlimi yoki iymonsizlarmi? Robbimiz so'rayapti. Allazina amanu va lam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amn va hum muhtadun. Iymon keltirgan, o'z iymonlarini zulm, shirk bilan aralashtirmagan zotlar ana o'shalar xotirjam bo'lguvchidirlar va o'shalar hidoyat topguvchidirlar. Shirk keltirmagan, Allohning tavhidiga iymon keltirgan, tavhid qalbida mustahkam o'rnashgan odam dunyoda xotirjam yashaydi. Mendan keyin nima bo'lar ekan bolalarim? Bu ketishda nima bo'lar ekan degan g'amni qilmaydi. Chunki sen Alloh aytgandaqa banda bo'l, seni bolalaringni Alloh taolo zoyi qo'yib qo'ymaydi. Dalil fakana abuhuma soliha. Xizr va Musa alayhissalomlar ikkita yetim bolani devorni tikka qilib urib qo'yishda Kahf surasiga qaytamiz. Shunda Musa alayhissalom so'radi, shu devorning egasini topib xizmat haqini olmaymizmi dedi. Shunda tushuntirdi nimaga urganligini. Bu devorning tagida xazina bor edi. Bu devor ikkita yetim bolaniki edi. To balog'atga yetib, shu xazinalarni o'zlari chiqarib foydalanib olishliklari uchun Robbing devorni urib qo'yishlikka buyurdi. Nima sabab? Fakana abuhuma soliha. Bu ikkala bolaning ota-onalari solih odamlar edi. Sizlarni pulilar, u sizlarni pulilar. Sizlarni boyligilar, akalar, sizlarni boyligilar. U sizlarni rizqinglar. Bolalarning rizqi boshqa. Agar uni rizqida bo'lsa, shu pul unga nasib qiladi. Agar bo'lmasa, siz ketgandan keyin bu pul ketadi qo'lidan. Shuning uchun bolalarimga uyqu beraman,
Dunyosini zo'r qilib beraman degan g'am asosiy g'am bo'lmasin. Ha, bo'lsa qilib bersak yaxshi, lekin esimizdan chiqmasin. Rizq kimning qo'lida? Chunki rizqi o'zi bilanda u. Rizqi o'zi bilan. Siz unga tarbiya bera olasiz. Endi asrimizga kelib turib qaraydigan bo'lsak, bizni ishlatayotgan plastik idishlarimiz. Doktorlar bot takrorlayapti. Plastik idishda issiq narsani yeb bo'lmaydi. Chunki mana shu rakka yoki bir boshqa kasalliklarga olib boradi deb aytayapti. Uning sari plastik ko'payib o'lyapti. Ishlatayotgan idishlarimizni qaraylik. Yeyotgan narsamizni qaraylik. Dehqonchilikni yoki chorvachilikni, bog'bonchilikni hosilini yaxshi qilishlik uchun qanaqa ximikatlarni ishlatyapmiz? Qayoqdan kelyapti ular? Kiyayotgan kiyimimizni qaraylik. Sintetika, yana bir balolar. O'shini kiygandan keyin allergiya bo'lyapti. Yosh bolalar, 2 ga kirmagan, 3 ga kirmagan bolalarda allergiya bor. Hatto mana bu nima deb qo'yardi? Yurakda qanaqasini? Insult deydimi? Shuni yosharyapti deyapti ayrim doktor ukalarimiz. Falon yoshda tevasida bo'ladi, hozir pastga tushyapti deyapti. Nimadan bu? Mana shu turmush tarzimizni aynaganidan, shariatdan chiqib ketayotganligimizdan. Har kuni olayotgan havoyimiz, mana gaz, zararli gazlar, ishlab chiqarishda tutunlar va hokazolar. Shuning uchun birodarlar, biz asrimizga kelib turib, bu saraton kasali bilan, rak kasali bilan og'rigan odamlarning soni avvalgi davrlarga qaraganda 10 barobar ko'payib ketdi. Bularning bari Alloh taoloning manhajidan insonlar chiqib ketayotganligining belgisi. Yechim dinga qaytish. Yechim tavhidga qaytish. Yechim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatiga qaytishlik. Inshaalloh shunda siz bilan biz Alloh taolo o'zini Ash-Shafi ismi bilan shifolaydi va mana shu dard musibatlardan saqlaydi. Jismoniy mehnatda sport demasangiz bo'lmaydi hoji aka hozir. Jismoniy mehnatda siz mehnat qilmay qo'yganmiz. Chunki qo'shnimizga usta ishlayapti, bir arava rastvorini qilib turib tevaga ko'taradigan apparati bor ekan. Shunga ham chidamayapti deyapti bolalar, ustalar. U qanaqa edi avval ip bilan tortamidi tevaga, aravani ko'taryapti. 8 qop sement ko'taradi domla deyapti, haligi apparatni. Miq qoqmay qo'ydi hozirgi ustalar. Hoji aka bilasizmi? Arra ishlatmay qo'ydi hozirgilar. Arra duq turib anaqa qoqadigan miqi bor. Sveto chiqsa ustamasdi bular. Hatto o'sha rekasini tiladigan stano ishlatmayapti, tayyor upakovka qilingan kesilgan tayyorni olib kelyapti. Birodarlar, hoji akamiz shu jismoniy mehnat ham aytib qo'ying deyapti. Jismoniy mehnat demay, sportda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam biron bemorni, kasalni ziyoratiga borsalar, aytardilar: "Izhibil ba'as robbin nas. Ishfi anta shafi. La shifaa illa shifauk, shifaan la yughadiru saqama" derdilar. Mana shunday deyish sunnat. Shu duoni yodlab olaylik. Ma'nosi: ey insonlarning Robbisi, shifo ber. Albatta sen shifo beruvchisan. Sening shifoingdan boshqa shifo yo'qdir. Sening shifoing bironta dardni qoldirmaydigan shifodir. Alloh Ash-Shafi, shifo berguvchi bo'lgan zot. Banda kasal bo'lar ekan, uni kasalligini simptomlari bor. Belgilari, alomatlari. Kasallikni belgilari. Inson kasal bo'ladi, uni simptomlari bo'ladi. Mana shu simptomning borligi Alloh taoloning bizga bergan rahmati. Eng yomon kasal qaysi? Shu simptomi bo'lmagan kasal. Ozib ketyapti, holi qurib ketyapti, hech qanday alomati yo'q. Hamma yo'g'i yeyishi joyida, nafas olishi joyida, uxlashi joyida, lekin yudab ketyapti. Nimadanligini bilmaslik, shu kasallikning sababini bilmaslik bu juda ham bir xatarli narsa. Og'ridiz simptomlar. Ichi o'tyapti, demak oshqozon buzilgan. Masalan, ko'zi xiralashib qoldi, demak mono narsasi kamayib ketgan. Simptomlarni borligi Alloh taoloning marhamati. Alloh azza va jalla insonlarni yaratdi. Har bittasi o'zichasiga alohida. Ko'zi, rangi, bo'yi, tabiati, hidi, ko'zini setchatkasi, bu narsalar har bitta insonda o'ziga xos berilgan, individual hammasi. Ammo jasad tuzilishi, ichki a'zolari, oshqozon ichagi, suyak sistemasi bular bir xil.
Albatta bu Alloh taoloning azamatiga va tavhidiga dalolat qiladi. Birodarlar, agar odamlarning fiziologiyasi, jasad tuzilishi, ichki a'zolari har xil bo'lganida nima bo'lar edi? Tabobatni g'arbda o'rgangan odam sharqqa borganda u ilmi hech narsaga yaramay qolar edi. Yoki sharqda meditsinani o'rgangan odam g'arbga borsa, bu ilmi foyda qilmay qolar edi. Ha, boyagi insonni bir-biriga o'xshamaydigan holatlari bor, lekin umumiy suratda jasad bir xil bo'ladi. Bu ham Alloh azza va jallani siz bilan bizga bergan marhamati. Jasad o'zini o'zi tuzatib olish qudratiga ega. Alloh azza va jalla mana shu qonunni har bir jasadga sobit qilib joylab qo'ydi. Agar Alloh azza va jalla insonni jasadiga shu xususiyatni bermaganida hech qachon tuzalmagan bo'lar edi. Aytdik avvalgi darsimizda, kasallik bandaga odob berishlikning bir yo'li. Banda kasal bo'ladi, Alloh deydi. Banda uxlamaydi kechasi bilan og'riqdan, Alloh deydi. Alloh demay qo'ydi, dard berib qo'ydi-da. Demak, shu dardni berishligi Alloh tomonidan berilgan bir odob bo'ldi. Masalan, inson o'zini o'zi tikkalab olishligiga tikan deydi mana. Bu insonning tikani. Insonni mana shu, masalan, terisini olaylik. Yirtildi, kesildi, yorilib ketdi. Tabibning ishi o'sha yerda yuvib tozalab mikroblardan olib kelib tikib, tortib baylab qo'yadi. Tabibning ishi tugadi. Qolgan ishni jasad o'zi qiladi. Insonni terisiga, insonni jasadiga mana shunday xususiyatni kim berdi? Ash-Shafi bo'lgan Alloh azza va jalla. Agar insonni jasadi o'zini o'zi tuzatishlik xususiyati bo'lmaganida, insonlar hech qachon shifo topmagan bo'lar edi. Masalan, suyak sindi. 50-60 ga kirgan odam. Suyak o'sishdan to'xtagan. Uni mana shu o'stiradigan, rivojlantiradigan hujayralar uxlagan. Lekin suyak singanda ana shu hujayralar uyg'onadi-da, suyakni bir-biriga yopishtiradi. Xirurgning ishi nima? Terini kesib ochib, o'sha suyakni bir-biriga olib kelib qo'yib, gipslab baylab qo'yadi. U yoqqa kim ishi? Alloh taoloning mana shu qonunining ishi. Albatta Ash-Shafi bo'lgan Robbimiz insonning jasadiga mana shunday bir xususiyatni berdi. Endi ayrim narsalar bor insonning jasadida, u tuzalmaydi. O'zini o'zi tikkalay olmaydi va bu qaysidir narsaga dalil bo'ladi. Teri yirtilsa yamalib ketar ekan. Go'sht kesilsa bitib tutilib ketar ekan. Suyak sinsa ulanib ketar ekan. Ammo qizlik pardasi yirtilgandan keyin u o'zi hech qachon o'zi tortilib ketmaydi. Bu mana shu qizni bokira ekanligini dalili. Butun jasadni o'zini o'zi tutib ketadigan, tutib ketadigan qilib qo'yibdi Alloh taolo, ammo mana shu joyini Alloh taolo o'zini tortadigan qilib qo'ymabdi. Ash-Shafi ismidan olinadigan xulosalardan biri, demak Alloh taolo ayrim a'zolarga keragidan ortiqcha quvvatni berib qo'ygan. Masalan, insonda ikkita buyrak bor. O'zi asli bitta buyrak bilan ham inson yashashi mumkin. Ikkinchisi ehtiyot. Ikkinchisi ehtiyot uchun, zapas uchun. Shuning uchun tabobat kulliyotida o'qiyotgan ukalarga aytadiganimiz, meditsinskiy fakultetda o'qiyotgan ukalarga aytadiganimiz, insonni jasadini o'rganayotganinglarda aqllarni lol qoldiradigan belgilarni, oyatlarni ko'rganda ularni yaratgan Alloh taoloning qanchalar ulug' zot ekanligi haqida bir fikr qilib ko'ringlar. Chunki Alloh azza va jalla bu mo'jizalarni bizga bayon qilyapti. Allohning azamati haqida fikr qilib, Alloh azza va jallaga yaqin bo'lishligimiz uchun. Masalan, yurakni ko'chirishlik amaliyoti bor, operatsiyasi. Sovib turgan, o'lib turgan, qimirlamay turgan yurakni olib keladi jarroh, kerak joyiga o'rnatadi, tikadi, tokni bitta beradi, yurak ishlab ketadi. Yurakka shu xususiyatni kim berdi? Ash-Shafi bo'lgan Robbimiz. Agar shu yurakni shunaqa xususiyati bo'lmaganida yurak ko'chirishlik, yurak almashtirishlik degan operatsiyani esdan chiqarib qo'ysagan bo'laveradi. Robbimiz Ash-Shafi bo'lgan zot. Shuning uchun inson o'zini jasadi haqida, koinot haqida fikr qiladigan bo'lsa, albatta Alloh subhanahu va taoloni topadi. Har bitta mo'jiza Alloh taoloning qudratiga dalolat qiladi. Masalan, bir tabib aytganidek, bir qaraganda insonning jasadida kerak emas narsalar borga o'xshaydi. Masalan, insonning boldirining ichida tomir bo'lar ekan. Undan qon yurmas ekan,
Prosta tomir turar ekan. Bir qaraganda kerak emas narsaga o'xshaydi, lekin u tomir ayni mana shu insonni bir halokatga uchragan paytda tomirini ulashlik kerak bo'lsa, shunda ishlar ekan. Zapaska ekan deb qo'yingchi. Masalan, odam bolasi ojiz aqli bilan o'ylab topgan mashinasida bagajida zapaskasi bo'ladi. Ammo balon kerak emas ekan deb tashlab yuborsa nima bo'ladi? Odam bolasiki o'ylab topgan mashinada oshiqcha narsa bo'lmagandan keyin insonning jasadida turibdimi shu a'zo? Demak, u kerak. Chunki bu hakim bo'lgan, ash-shafi bo'lgan Robbimizning san'ati, Robbimizning ishi. Laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim. Dar haqiqat biz insonni eng go'zal shakli shamoilda yaratdik. Va fi anfusikum afala tubsirun. Ha bu Allohni tanitadigan oyat alomatlar o'zingizlarda jasadlaringizda ham turibdi-yu, fikr qilmaysizlarmi? Aytdik-ku. Tirnog'ingizni olasiz, sochingizni olasiz, soqolingizni qisqartirasiz. Alloh azza va jalla mana shu a'zolarga og'riqni his qilishlik xususiyatini bermabdi. Agar qo'lingizni, teringizni kesganda og'rigandek, tirnog'ingizni kesganda ham og'riydigan bo'lsa, nima bo'lar edi? Har safar narkoz olaveramidik. Narkoz bilan tirnog'imni oldirib keldim. Narkoz bilan sochimni qisqartirib keldim. Musibat bo'lamidi? Bu kimning fe'li? Alloh azza va jallaning fe'li. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, likulli da'in davaun. Imom Muslimdan bu hadis. Dard borki, uni davosi bor. Dard borki, uni davosi bor. Bu hadisni eshitgan bemor har qancha dardi og'ir bo'lmasin, qalbida umid paydo bo'ladi. Dard bormi? Davosi bor deyapti Rasululloh. Umidi paydo bo'ladi. Endi tabib bu hadisni eshitadi-da, demak, yaxshiroq ishlashim kerak ekan. O'zimni ilmimni o'stirishga harakat qilishim kerak ekan, chunki dard bormi? Davosi bor. Harakat qilsam Alloh shu davoni menga yo'lini ko'rsatadi deydi. Bemorga umid bag'ishlayapti bu hadis, tabibga mas'uliyatni ziyoda qilyapti. Ichayotgan dorilarimizni em bo'lsin deb qo'yadi. Em bo'lsin deydi, ya'ni shifo bo'lsin deydi. Shu dorilarni bizga shifo bo'lishligini kim ta'minlab qo'ydi? E'tibor bering, tabibga borasiz, diagnozni to'g'ri qo'yadi, dorini beradi, tugadi tabibning ishi. U yoqqa kim ishi? Dorini ishimi? Kim ishi? Allohning ishi. Siz bor yo'g'i sababini qildingiz, Allohga tavakkul qildingiz, endi shifo topasiz. U siz palon minglagan pulingizni sarflab topolmayotgan shifo agar o'tingizda o'sayotgan bir ko'katda edi. Uni bilmasidingiz. Qayerdagi dorilarga pul sarflab yurudingiz. Shuning uchun ishfi anta shafi. Parvardigor shifo ber, sen shifo beruvchisan. Sen shifo beruvchisan, tabib emas, dori emas, pul emas. Alloh xolasi ichayotgan suvingizni shifo qilib qo'yadi. Ma'qulmi? Kallangizga bitta to'p tegadi, bo'ldi, joyiga keladi, bo'ldi, kalla zo'r bo'lib qoladi. O'zi amneziya bo'lib qoluvdingiz. Bitta to'p tegadi, bir mushuysiz yaxshi bo'lib qolasiz. Shuning uchun Alloh taolo shifo qilsin. Agar Alloh shifo qilmasa, foydasi yo'q bo'ladi hech qaysi. Alloh azza va jalla har bir bandaga o'zgachalikni ato qildi. Bu ham Alloh taoloning bandalarga bo'lgan rahmati. Odam bolasini Allohning huzurida qadri qiymati borligi, karomati borligini dalili. Oriflardan biri aytadi: "Ey Robbim, agar zaytun daraxtining ikkita bargi bir-biriga o'xshaydigan bo'lsa, sen al-Wasi deb nomlanmagan bo'lar eding." Ey Robbim, agar zaytun daraxtining ikkita bargi bir-biriga o'xshaydigan bo'lganida, sen al-Wasi deb atalmagan bo'lar eding. Nechta daraxt bor yer yuzida? Nechta baki bor? Hech qaysi o'xshamas ekan bir-biriga. Subhanalloh deyishdan boshqa choramiz yo'q. Qor uchquni hech qaysini shakli, surati, risunkasi bir-biriga o'xshamas ekan. Birodarlar, bir siqim qorning ichida qancha qoidor uchquni bor? Subhanalloh deyishdan boshqa choramiz qolmaydi. Agar tafakkur qilsak, fikr yuritadigan bo'lsak. Hozir yer yuzida 6 milliarddan ko'proq odam bor. Birontasi bir-biriga o'xshamaydi. Mana shu narsani o'zi ham insonni Allohning huzurida karomati borligini dalili. Har bitta odam o'zgacha. Yuzini tuzilishi, ko'zi, qulog'i, burni, ovozi, hidi
Vaholanki fiziologiyasi bir xil. Oyog'i, ichki tuzilishi, yaralishi fiziologiyasi bir xil, shu vaqtning o'zida bir-biriga umuman o'xshamaydi. Bironta odamning ko'zini setchatkasi boshqa bir odamga o'xshamaydi. O'shuning uchun hozirgi kundagi eng zamonaviy qulflarga mana shu ko'zni setchatkasini o'qiydigan lazerlarni qo'yib qo'ygan. Ko'zini tutadi, lazer o'tadi, ochiladi. Hech qaysi odamni tanasini hidi boshqa bir insonning tanasini hidiga o'xshamaydi. O'shuning uchun iska ovchi itlar nima qiladi? Subhanalloh. Itni hid bilishlik quvvati inson bolasini hid bilish quvvatidan 20 ming barobar kuchli ekan. Hayvonlarni bilasizmi? Minglagan hali zebralar yuradi, millionlagan, haligi antilopa gunu deydi, buni hididan bilib oladi. U rangi bir xil, boshlanib ketadi zebralar halining rangini ko'rib turib, lekin hididan ajratib oladi. Kim berdi bu xususiyatni? Hech qaysi insonning ovozi boshqa bir insonning ovoziga o'xshamaydi. Chunki ovoz pardani Alloh taolo bunday bo'lishini xohlamadi. Insonning tuzilishi, fiziologiyasi bir xil, ammo shu vaqtning o'zida bir-biriga hech qaysi o'xshamaydi. Albatta bu ham Alloh taoloning ash-shafi va al-wasi' ekanligiga dalolat qiladi. Hozirgi kunda xuddi pul uchun bank bo'lganidek, qonning ham banklari bor ekan. Ma'lum bir odam boradi, at familiyasini yozadi, qonuni topshirib shu bankka qo'yib qo'yadi. Keyinchalik biror bir dardga chalinsa, shu kletkalari tikkalanishlikka qiylansa yoki tikkalanmay qolsa, shu qon olib kelib quyilsa, shu kletga tikkalanar ekan, birodarlar. Bu xususiyatni kim berdi bu qonga? Albatta ash-shafi bo'lgan Robbimiz subhanahu va taolo. Agar Alloh taolo mana shu qonunlarni joriy qilib qo'ymaganida hech kim shifo topolmagan bo'lar edi. Likulli da'in dawa'un. Har bir dardni davosi bor ekan. Mana tabobat ilmi Alloh taoloning fazli bilan bandalarda qilgan harakati sababli juda ham bir taraqqiy topib ketdi. Tabobat ilmining taraqqiy topishligi insonni Allohning huzurida karomati, hurmati bor ekanligiga dalil. Tabibning ishi ikkita: diagnozni to'g'ri qo'yish, dorini yozib berish. U yo'q Alloh taoloning ishi. Mana shu o'rinda bir hadis aytib o'tib ketamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, Abdulloh ibn Mas'uddan, Imom Tabaroniy rivoyati: "Davu mardakum bis sadaqa." Bemorlaringizni sadaqa bilan davolanglar. Bemorlaringizni sadaqa bilan davolanglar. Biz u sadaqani qachon qilamiz? Biz kasal yetgandan keyin infoq qilamiz doktorga va doriga. Agar kishi infoq ihsonni vaqtida qilib tursa, Alloh taolodan shifo so'rasa, boyaga ihsonini olgan kambag'al bechora, ojiz banda, Parvardigor shu bandani panohingda saqlagin, shifo bergin deb qo'ysin, shuni duosi bilan shifo topadi. Ibghuni inda du'afaikum degan Alloh taolo hadis qudusiyda. Meni degan Alloh taolo o'zingizlarda oranglardagi zaiflarning orasidan qidiringlar. Kambag'al, bechora, yetim, ana shularda oldida Alloh taoloning roziligi bor. Kasallarni nima bilan davolaymiz ekan? Sadaqa bilan. Oramizda tabiblarning bo'lishligi ham albatta Alloh taoloning rahmati. Chunki tabiblar siz bilan biz shifo topishligimizning sababi. Dorilarning bor bo'lishligi Alloh taoloning bizga bergan rahmati. Chunki dori ham bizni shifo topishligimizning sababi. Lekin tabib ham bizni davolamaydi, dori ham davolamaydi. Ash-shafi bo'lgan Robbimiz davolaydi. Kasal bor, davosi ham bor ekan. Mo'min bandani qiladigan ishi shu shifoni topishlik uchun ikkita narsa: sabab va tavakkul. Sabab va tavakkulni qilasiz, Alloh xohlagan bo'lsa shifo bo'ladi. Dard yetganda tabibni eng yaxshisini topamiz. Musulmon, ishonchli, taqvoli tabib. U sizga diagnozni to'g'ri qilib qo'yadi, dorini yozib beradi, ichasiz, bu birinchi ishidir. Bu sababi edi. Tabib va dori. Ikkinchi qiladigan ishimiz Allohga tavakkul qilamiz. Va bu o'ta muhim o'rni. Darddan shifo topishlikning o'ta muhim o'rni bu Allohga tavakkul qilishlik. Sababni qilib qo'yish oson. Ammo tavakkul qilishlik oson emas. G'arb olami sababni qilishlikda butun insoniyatga ibrat. Ammo ular tavakkul qilmaydi.
ular tavakkul qilmaydi. Endi Alloh shifoni yozgan bo'lsa, yaxshi bo'lib qolaman deb qimillamay yotgan odam ko'rpasida og'rib, bu odam gunohkor odam. Chunki sababini qilishlik, birodarlar, dinni talabi. Kishi iymoni zaifligi tufayli sababini qiladi, tavakkul qilmaydi. Yoki tavakkul qiladi, sababini qilmaydi. Shifo topishlikda Allohga tavakkal qilmagan odam shirkka yaqin. Shifo topishda sababini qilmagan odam osiy gunohkor odam. Qaytaramiz. Shifo topishlikda Allohga tavakkal qilmagan odam shirkka yaqin. Shifo topishda sababini qilmayotgan odam qattiq gunohkor bo'ladi. Tushunarlimi? Mana Hunayn kunida musulmonlar adadi juda ham katta bo'ldi qo'shinini. O'zlarini sanog'ini kattaligiga suyanib qolishdi. La nug'lam min qilla ya Rasululloh. Hatto Abu Bakr Siddiq shunday dedi. Ya Rasululloh, bugun mag'lub bo'lmaymiz. Mag'lub bo'lsak ham adadimizni ozligi sababli mag'lub bo'lmaymiz. Boshqa sabab bilan o'tkazishimiz mumkin dedi. Lekin Alloh taologa tavakkuldan ko'ra sanog'iga bo'lgan suyanishi, tavakkuli qattiq bo'lib qoldi. Va Alloh taolo mag'lub qildi ularni. Sabab bor, qo'shin katta, ammo tavakkul Allohga emas. Astagfirullah. Wa yawma Hunayn iz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a wa dhaqat alaykumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Hunayn kunini eslanglar. O'shanda sizlarni ko'p ekanligingiz mag'rur qilib qo'ygan edi. Adadi katta. Ammo u adadilari kattaligi sizlarni hech narsadan behojat qila olmadi va sizlarga keng yer torlik qilib qoldi, so'ng yuz o'girgan holingizda chekindingiz. Dorini olib keldi, endi aniq yaxshi bo'lib qoladi. Eng kuchli doktorga boruvdi, mana qadadi. Eng qimmat dorini olib keldi, endi aniq nima bo'ladi? Chunki seni doringning ham, doktoring ham bor yo'g'i sabab edi. Shifo ash-shafi bo'lgan Alloh taolodan edi. Badr kunida musulmonlarning adadi oz edi. 2 barobar, 3 barobar oz edi. Ammo ular tavakkulni Allohga qilishdi, Alloh ularni g'olib qildi. Endi dard yetdi. Ash-shafi bo'lgan Robbingiz shifo berish uchun siz sababini qilishingiz kerak. Dalil Rasulullohning quyidagi hadisi. Abu Dovuddan bu hadis. Innalloha yalumu alal ajz. Albatta Alloh taolo ojizlikni malomat qiladi. Walakin alayka bil kays. Xushyorlikni o'zingga lozim tut. Fa iza g'alabaka amrun faqul hasbiyallohu va ni'mal vakil. Agar seni bir ish yengib qo'ysa, agar bir ish g'olib kelsa sendan, hasbiyallohu va ni'mal vakildi. Endi Alloh shifo beradi deb o'tiravergan odam gunohkor odam. U sababini qilishligi kerak. Hech bo'lmasa, o'sha suvni ichayotib Alloh shifo qilgin deb qo'ygan, hech bo'lmasa shu sababda eng yaxshi tabibning oldiga boramiz, aytilgan muolajani aytilgan vaqtida qilamiz, dorini belgilaganda ichamiz, keyin Allohga nima qilamiz? Tavakkul qilamiz. Birodarlar, biz sababni shunaqa jiddiy qilamizki, xuddi sabab hamma narsadek. Sababni qilib bo'lganimizdan keyin sabab hech narsa emasdek Allohga tavakkul qilamiz. Alloh azza va jalla dard berib, kasal berib bandani tarbiya qiladi. Banda gunoh ma'siyatlari ko'payib, istig'for etmay, tavba qilmay, haqdan toyilishni boshlaganda Alloh azza va jalla bitta dardni beradi. Shu bilan shu chekkan dardi mashaqqatini evaziga gunohlarni kafforat qilib yuboradi. O'zi aslida aytdiki mana Ibrohim alayhisalomdan Namrud so'radi-da, "Seni Robbing qanaqa? Menga tanit" deganida, "Allazi xalaqani fa huwa yahdin." U zot meni yaratib hidoyat qilgan zot. "Vallazi huwa yut'imuni va yasqin." U meni to'ydirib, chanqog'imni qoldiradigan zot. "Fa iza maridtu fa huwa yashfin." Agar kasal bo'lib qolsam, shifo beradigan zot dedi. Yaratdi dedi, Alloh yaratdi. Hidoyat qildi dedi, Alloh hidoyat qildi. To'ydiradi dedi, Alloh to'ydirdi. Ichiradi dedi, Alloh ichirdi. Endi kasal qiladi demadi. Agar kasal bo'lsam, Alloh shifo beradi dedi. Demak, kasal bo'lish kimning fe'lidan ekan?
va kasal bo'lganligingiz Alloh taoloning sizga bergan nimasi bo'ldi? Marhamati bo'ldi. Endi rozi bo'lsangiz ham, rozi bo'lmasangiz ham kasal bo'ldingiz. Rozi bo'lib qo'ying. Gunohlarimga kafforat deb qo'ying. Gunohlaringizdan tozalaning, Allohga yaqin bo'ling. Alloh bir bandani sog'ligini olib qo'ydi. Sog'ligini olib qo'ydi. Bu katta ne'mat edi. Ofiyat, tansihatlik katta ne'mat edi. Shu ne'matni olib qo'yib dard berdi. Endi albatta buni evazini beradi. Evazi nima edi? Shu bandani o'ziga yaqin qiladi. Bemor odam Allohga yaqin odam. Biz mo'min haqida aytyapmiz. Biz iymoni bor, la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh degan mo'min odam haqida gapiryapmiz. Hadis qudusida shunday deyiladi. Ya ibn Adam, maridtu falam ta'udni. Alloh taolo xitob qiladi. Ey odam bolasi, men bemor bo'ldim. Men kasal bo'ldim. Meni ziyorat qilmading. Qola ya Rob, kayfa a'uduka va anta robbul alamin? Ey Parvardigor, sen Robbil alamin bo'lsang, qanday qilib men seni ziyorat qilaman? Ya'ni Alloh orimaydi. Alloh taoloni biz ziyorat qila olmaymiz. Qola ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'uduhu? Axir falon bandam, falonchi bandam bemor bo'lganini eshitding, kasal bo'lganligini bilding, uni ziyorat qilmading. Ama alimta annaka law uttahu lawajadtani indahu. Axir uni ziyorat qilganingda meni uni oldida topishligini bilmasmiding? Boshqa hadis qudusida Alloh taolo ibghuni inda duafaikum. Meni oranglardagi zaiflarda oldidan qidiringlar dedi. Qari odam zaif. Yosh bola zaif. Kambag'al odam zaif. Nogiron odam zaif. Kasal odam zaif. Kasal ko'rgani boraylik. Uyida bo'lsin, banesasida bo'lsin, vaqtim yo'q. Anaqam yo'q, manaqam yo'q, sharoitim yo'q demaylik. Chunki shu kasalni ko'rishlikda maqsadimiz Allohning roziligi bo'lar ekan, o'sha kasalning oldiga borganimizda Alloh bizdan rozi bo'ladi. Alloh taolo o'zini kasal bandasini yonida ekanligini mana shu hadisda bayon qildi. Qarangda, boyaga kasal bo'lib turgan odamga qanaqa bir qalbiga bir taskin, dalda bo'ladi. Kasal bandamni yonidaman deyapti. Shuning uchun bemor bo'lib yotgan, betob bo'lib yotgan, og'ir dardga chalingan odam Alloh taolo u bilan birga ekanligini esdan chiqarmasin. Hamd aytsin, chunki har qancha uzoq bo'lsin, har qancha qattiq bo'lsin, bir kun qutuladi kasaldan inson. O'lim degan narsa bilan qutuladi. Lekin Allohning huzuriga borganda albatta ajri katta bo'ladi. Biz Alloh azza va jallaning Ash-Shafi ismi haqida dars qildik. Inson yaratilishidagi har bir narsa Alloh taoloning Ash-Shafi, shifo beruvchi ekanligiga dalolat qiladi. Bu ismi haqida nima deyishimiz mumkin? Insonni yaralishidagi har bitta narsa Ash-Shafiga dalolat qiladi. Insonning atrofidagi har bitta narsa, jasadidagi har bitta a'zosi, a'zolarning vazifalari, har bitta dori-darmon Alloh taoloning shifo beruvchi Ash-Shafi ekaniga dalolat qiladi. Alloh azza va jalla o'zining mana shu go'zal ismidan hammamizga ulush nasib olishligini nasib etgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalom